bugun nima qila olaman degan savolga javob bera olmayman. Har bir hikoyani ikkita tomoni bor. insonlardagi o'zgarishga bo'lgan xohishning pastligi ishimdagi eng qiyin jihatlardan bittasi. Muammodan qochilmaydi, uni yechiladi. Assalomu alaykum. Vatandoshlar fondi bilan tayyorlanayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Ravshan aka Saminov 15 yildan beri Germaniyada yashayaptilar. Mahallaga keldik. O'zbek yashayotgan mahallani qayerdan bilsa bo'ladi. Mana masalan, men nomerim uz. Mana bitta ham uz nomerlar turibdi. Mana Ravshan akaning mana bu boshlari ham uz ekan. Endi Ravshan akaning uylariga boramiz. Bu Mannheim shahrining orqa tarafi. Mana shu uyda Ravshan aka yashar ekan. Ravshan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz charchamayapsiz. Alhamdulillah. Qanaqasiz? Keldik. Keldik. Biza Keling. kirmaymiz aka, tashqaridan bir mahallangizni bitta ko'rsatsangiz. Xo'p bo'ladi. Kiramiz. Xo'p bo'ladi. Unda oyog'imga kiyib. Ravshan aka 15 yildan beri Germaniyada yashaylar, data management bo'yicha mutaxassis. Talabalik davridan boshlab keyinchalik mana hozir milliardning kompaniyani boshqaradi. Unga ham aytib beradilar. Aka aytib berasiz milliardning kompaniyalar haqida. Ravshan aka, men bitta uz nomerli mashinalar ko'rdim. Bu uchalasi ham siznikimi? Yo'q, bu yoqda ikkitasi meniki. Bittasi qo'shnim ham o'zbek. Rostda. Ha. Gap yo'q. Mana o'zbeklar mahallasi. Xudo xolasa ko'payyapmiz. Yo'q. Baraka kirib boryapti safimizga. Sohangizdanmi bular ham? Qo'shningiz. Bu yoq ham SAP bo'yicha ishlashadi, konsultant bo'lib. Yaqin. Uyda ovqat pishirilsa, bir kosa ovqat, bu yoqqa bir kosa. Xuddi shunaqa almashib turamiz va ozgina narida yana bitta o'zbek oila bor. Bu mahallada bu yoq. Va xudo xolasa ancha ko'payyapti. Ko'payapti. Bu parkovka bular hammasi sizlarniki. Ha. Hammasi. Bu yoqdan boshlab turib, uylari hovlisi hisoblanadi. O'zimizni bolalar o'yini shu yoqqa chizib. Yaxshi ekan, ko'chaga chiqib ketishmas ekan. Shunaqa, bu tarafda bemalol o'ynagani ham imkon bor. Mashina kelib qoladi deb xavotir olish bo'lmaydi. Oshni qozonni tayyorlaysizlarmi, o'choqdami? Orqa tarafda yerimiz bor, qozonimiz bor. Zo'r qilibsiz, Ravshan aka. Shunaqa. Maza qilib. Bir kelganda shashlik, osh bilan bo'lishib deb turib, mana shunaqa sharoitlar qilganmiz. Bu uyda qanchadan beri yashayapsiz, xudo xolasa? 2020-yil ko'chib kelganman, 5 yil bo'ldi. 5 yilda yana bitta o'zbek, yana bitta o'zbek. Yaqinda o'zbek mahalla nomini ham o'zgartirsa bo'ladi. Shunaqa deb o'zi reja ham qilib qo'yganmiz. Inshaalloh o'zbeklar ko'paysa, bu yerda hokim ham o'zbek bo'ladi. Birinchi Germaniyaga kelgan shahrimga o'tsak. Nomi Mainz shahri. Va o'sha yerda birinchi qadamlarimni qo'yib, Germaniya havosidan ilk bor nafas olgan paytlarim. Shu mashinada ketamiz. Shu mashinada ketamiz. E'tibor beraman-da uylarga. Ancha ijtimoiy ahvoli yaxshi odamlar yashaydigan mahallaga o'xshadi. O'qituvchilar, yuristlar va o'sha moliya sohasida yashaydigan odamlarni uylariga o'xshab ketdi. O'sha mashina markalaridan ham tanib olsa bo'ladi-ku ular. Yangi joyga ko'chishim kerak va odatda bilasiz, arzon joylardan olish qiyin bo'ladi. Chunki talab ko'p. Talab ko'p bo'ladi. Bizda tezroq masalani hal qilib ishni boshlash kerak bo'ladi. Ana shuning uchun bosh og'ritib o'tirmasdan sal narxi yuqoriroq bo'lgan joydan olavergansiz. Olib qo'yiladi. Lekin bu narsaga ham o'zbeklarning ikki xil qarashi bor, Ravshan aka. O'sha 10 yildan ko'proq Germaniyada yashayotganlar imkon qadar qimmatroq joydan olishga harakat qilishadi. Buning sababini deb bolalar tarbiyasi, ya'ni xavfsizlik jihatdan ham tanlab olishga harakat qilishadi o'shanaqa mahallalarni. Men sizda shunaqa holat deb o'ylagandim. Birinchi bu yoqqa ko'chib kelganimda hali bolam kichkina bo'lgan.
o'yin maydoni bo'lsa, bizni talab bajarilardi. Unisiga juda katta e'tibor bermaganman. Avvaldan doim yashagan joyimda tabiat yaqin bo'lishi kerak. Mana shu o'zimga eng katta muhim kriteriyalardan bittasi hisoblangan. Mana avvalda ko'ramiz bu narsani. Frankfurt aeroporti, Kiyonni bosh ofisi. Bu qanaqa kompaniya bu? Men shuncha marta Frankfurt aeroportiga kelgan bo'lsam ham, biror marta ko'zim shu binoga tushmagan ekan. Lekin yonida joylashgan. Kiyon kompaniyasi interlogistika bilan shug'ullanadigan kompaniya. Asosiy ikkita biznes turi bilan shug'ullanadi. Birinchisi yuk joylaydigan traktor karalar ishlab chiqaradi va ikkinchisi omborlar qurib, uni yo avtomatlashtiradi, yo yarim avtomatlashtiradigan firma. Asosiy hududlar kara ishlab chiqarish bo'yicha Yevropada birinchi o'rinda turadi, dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Bu ombor qurish biznesimiz asosan AQShda yaxshi rivojlangan, chunki avval o'sha bozorda birinchi bo'lgan firmani 2017-yil sotib olib o'ziga biriktirgan. Ana shuning uchun bu biznesimiz ko'proq AQShda yaxshi rivojlangan. Asosiy mijozlar masalan Amazon ko'p avtomatlashtirishgan omborlar quradi va shu kabi katta kompaniyalarga xizmat ko'rsatadi. Ravshan aka, uyingiz bilan ishxonangizni masofasi qancha? 80 kilometr. Har kun borib qatnaysiz? Bu ishimdan kelib chiqadi. Ba'zi mahallari chetga ketishimiz kerak bo'ladi. Borib turib filiallari ko'rib, majlislar o'tkazib kelamiz. Ba'zi haftalarda umuman bormayman, to'liq uydan ishlayman. Ba'zi haftalarda 2 kun va maksimum 3 kungacha boraman. Majlisda turi va majlisdagi qatnashuvchilari qayoqdaligi muhim rol o'ynaydi. Bormasligimni hal qilishda. Demak, siz uydan turib ham asosiy ishlarni bajara olasiz. Chunki bizniki global bo'lgani uchun Germaniyadagi ishchilardan ko'ra chetdagilar bilan ko'p ishlaymiz. Shuni hisobiga bizning qayoqdaligimiz katta rol o'ynamaydi. Asosiy til qaysi til? Ingliz tilida ko'proq ketadi. Ishchilar ham hammasi nemis tilini bilmaydi, chunki Italiyadagi filialimizda hatto ingliz tilini bilmaydigan ishchilarimiz ham bor. Ular o'zini tayinlab qo'ygan shaxslar orqali biz bilan suhbatlashadi. Amerikadagi filialimizdagilar hammasi ingliz tilida gaplasha oladi xolos. Shuning uchun umumiy til qilib ingliz tili qilingan va bizni kompaniyani CEOsi ham nemis tilini yaxshi bilmaydi. Ala yengili. Germaniyada ha deb ham demak nemis tili hamisha ham hal qilmas ekan demak. Yo'q. Dunyoda 200 ga yaqin davlat bor, lekin Germaniyani tanlagansiz va Germaniyaning o'zida ham 600 ga yaqin universitet va institutlar bor. Nimaga Mainz universitetini tanlagansiz? Aynan Mainzni tanlashimda tagida bir hikoya yoki sabab yo'q deb o'ylayman. Universitetni bitirgandan keyin bir necha davlatlarda universitetlarga hujjat topshirganmiz va qaysi biri birinchi javob bersa, ana shu universitetlarga borib ana shu universitetlarda o'qish boshlash biz paytimizda, o'qigan paytlarimizda odatiy holat bo'lgan. Va topshirgan universitetlarim ichida aynan mana shu hozirgi o'tirgan universitetimiz birinchi bo'lgan va juda ham baxtliman Mainzda o'qiganimda. Bu universitet sizga nimalar berdi? 4 yil davomida o'sha sohangiz bo'yicha, umuman hayotiy tajribalar bo'yicha nimalar oldingiz shu 4 yil davomida? Germaniyaning universitetiga kelganimda mana shu o'qitilayotgan fanlari kundalik hayotda firmalari, korxonalari kundalik ishlariga biriktirilganligi. Ya'ni bitta teoriyani sizga berdim-ku, u bugungi kunda iqtisodiyotda qanaqa ishlatilyapti, firmalar u strategiyalari qanaqa qo'llayapti. Mana shu tomonlardan birdaniga boshimda ochilish paydo bo'lgan. Moliyada o'qib yurganimda audit fanlar otasi, zo'r auditor bo'laman degan bo'lsam, bu universitetga kelgandan keyin supply chain management, ya'ni ta'minot zanjiri boshqaruvi, logistika, strategik management degan fanlari borligini bilganman va haqiqiy qiziqishimni shundan anglaganman.
o'qituvchimiz masalan strategik menejmentda o'qitgan odam avval McKinsey'da partner bo'lgan. Bir necha firmalarda moliyaviy direktor lavozimlarida ishlab, kelib turib tajribasini o'qitayotgan bo'lgani uchun darslar xuddi ertak aytib berilgandek qiziq bo'lardi. Haligi darsdan chiqasiz, keyingi darsni intiqlik bilan kutasiz, yana nima o'rganaman. Shu bor narsami Rustam? Odamlar aytib berishadi-ku, talabalik davrida darsdan keyin darsni kutardik. Bu qanaqa hissiyot bu o'zi? Bu xuddi haligi yosh bola ertak eshitgandan keyin kechasi dadam ertaga qaysi ertakni aytib berarkan deb bo'lgan hissiyotga juda o'xshash bo'ladi. Ya'ni strategik menejmentda bugun firmalar bunaqa ishlatyapti. Bu davomi qanaqa bo'ladi? Uni qanaqa qilib turib faoliyatimni boshlaganda ishlatsam bo'ladi degan fikrlar bo'ladi. Bu bir. Uni o'rgandingiz, bizni universitet curriculum deydi. Ya'ni o'qish dasturida majburiy amaliyot o'tash bo'lgan. Ya'ni o'rgandikmi, borib turib firmalarda ishlab, ana shuni qanaqa ishlatilyapti. Qay tarzda firmalar kundalik strategiyasiga olib kiryapti, ko'rish imkonimiz bo'lgan. Va mana shular meni Germaniyada qolib, firmalarda ishlab, shu faoliyatga kirib kelishimga katta ko'prik bo'lgan deb ayta olaman. Insonni asl potensiali ochilishi uchun atrofdagi muhit ham ko'p joyda ba'zan muhim qarorlarni qabul qilishga yordam berib turadi yoki noto'g'ri yo'lga kirib ketishga ham sababchi bo'lib qolishi mumkin. Albatta. Atrofingiz kimlardan iborat edi? Universitetim programmasi xalqaro biznes bo'lgani uchun har bir millatdan 3 yoki 4 tadan ko'p bo'lmasligi kerak edi. Ingliz tilida aytamiz intercultural environment deydi. Ya'ni turli xil millatlardan tashkil topgan guruhlarda ishlash keyinchalik ish faoliyatimizda qolgan davlatlar bilan ishlashdagi tartib intizomni, ularni tushunish shakllantirishiga juda katta yordam bergan. Germaniya biz bilamiz 16 ga bo'lingan, 16 ta har xil Bundesland, hammasining qonuni har xil. Lekin mana shu yerda qolishingizning nima sababi bor? Nima sizni bu yerda ushlab turadi? Ona vatandan tashqaridagi ona vatanim deyman, Mainzni. Birinchi kelib taassurotlarim, yaqin do'stlarimni Mainzni atrofida shakllantirganman. Frankfurtga o'tganman, undan keyin Düsseldorf tomonlarda yashab ko'rdim. Va xuddi ona vatan tortgan kabi Mainz ham meni doim o'ziga tortadi. Nimasi bilan aynan? Nima? Go'zallik bormi? Tabiat chiroylimi? Odamlarimi? Chunki bu narsa ham bo'lajak musofirlar uchun balki dastur bo'lib qolar. Ular ham balki Mainzga kelishmoqchidir. Balki ularga Mainz tushmas. Abdulla Oripov she'ri bor. Xo'sh. Paxta o'smaydimi o'zga elda yo? Ya'ni Germaniyani hamma shaharlari aslida bir-biriga o'xshash, infrastrukturasi o'xshash. Insonlari ham farq qiladi-yu, baribir o'xshash deb aytsa bo'ladi. Nemis baribir nemis. Lekin insonni bir joyi yaxshi ko'rishida u joyga hissiy bog'langanlik katta muhim rol o'ynaydi. Ya'ni hayotini qaysidir davrini u shaharda yashab o'tkazgan xotiralar u shaharni insonga bog'lab turadi. Aytaylik, meni qishlog'im tog'lik, Voyda tumanidagi mo'jazgina bitta qishloqcha. Balki Germaniyadagi qulayliklari yo'qdir. Bu yoqdagi avtobanlar o'tmagandir, lekin hayotimni bolalik eng go'zal davrini o'sha qishloqda yashab o'tdim. Eng zo'r qasrga olib borib qo'ysa ham, o'sha bolalik xotiralari tufayli u qishloqni qo'msash hissi yurakdan hech qachon chiqib ketmaydi. Bu o'chirib bo'lmas xotiralar. Shunaqa. Ya'ni inson hayotda moddiy yutuqlarga, ehtiyojlarga erishib bo'ldi. Hissiy ehtiyojlar uning o'rnini egallash boshlaydi va birinchi o'tgan shirin xotiralar orqali u joylari bog'laydi. Agar o'sha hissiy xotiralari olib tashlasa yurakdan, bo'ldi, u joyning ahamiyati qolmaydi. Shuning uchun ham hozirgi avlodimizda juda ko'p farq qiladi. Biz vatanni boshqa ko'z bilan ko'ramiz. Qanaqa ko'z bilan? Uni o'sha bolaligimiz o'tgan hissiy sog'inish ko'zi bilan ko'ramiz. Germaniyada tug'ilgan bolalar uchun ona vatani Germaniya. Sizni bolalaringiz uchun ham ona vatani Germaniyami? Yo'q, ular uchun O'zbekiston. Ya'ni shu tarzda tarbiyalashga harakat qilib, shu tarzda juda ko'p o'zimizni mehnatimizni singdirganimiz uchun ular O'zbekistonni ko'proq ona vatani deb biladi.
Lionga qanaqa kelib qoldingiz? Sababi biz hozir Yevropadagi eng katta aeroportning oldida o'tiribmiz. Va juda ham boy tashkilot ekan. O'zingiz ham aytib berdingiz, internetdan ham o'qib chiqdim. Yillik daromadlarni ham eshitdik. Milliardlar haqida gap ketyapti. AQSh dollari emas, yevro haqida gap ketyapti. Ya'ni bilasiz, yevro birozgina qimmatroq yuradi. Karyeramni xabaringiz bor, 2014-yilda data management sohasida, ya'ni ma'lumotlar sohasini boshqarish bilan boshlaganman va har xil kompaniyalarga o'tish orqali 2022-yilda bu lavozim haqida xabar topganman. 3 etapda intervyu bo'lib o'tgan. Odatda oddiy ishchi lavozimiga olinadigan bo'lsa, intervyu etapi 2 bo'ladi. 2 bosqichli intervyudan o'tiladi. Agar rahbar lavozimiga olinsa, 3-bosqich qo'shilish kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda hiring manager deydi, ya'ni ishga oluvchi menejer bilan suhbat bo'ladi. HR bilan yoki HR bilan. Ikkinchi bosqichda uni yuqorisidagi, ya'ni boshliq, ishga olayotgan boshliqni boshlig'i bilan birgalikda intervyu bo'ladi. Iyerarxiya bo'yicha ketar ekan, tepaga qarab. Va 3-bosqichda rahbar, yuqori lavozimli rahbar bo'ladigan bo'lsa, board member yoki kompaniya rahbarligini bosa oluvchi rahbar ishtirokida panel intervyu bo'ladi va o'shandan keyin qaror berishadi. Javob o'sha kun chiqadimi yoki qanaqadir muddatdan keyin biz o'ylab ko'ramiz? Rahbarlik lavozimi 3 oy va ba'zi hollarda 6 oygacha davom etishi mumkin. Ravshan akani bir kuni rahbarlik lavozimida nimalardan tashkil topgan? Tub ma'lumotlar boshqarish bo'yicha direktor lavozimida faoliyat ko'rsataman. Asosiy ishim shu firmada data management, ma'lumotlar boshqaruv bo'yicha organizatsiya qurib, firmaning ichida uni qolgan bo'limlarga integratsiyasini ta'minlash. Bu bo'yicha qonun qoidalar ishlab chiqish xalqaro miqyosda va u qoidalari tatbiq qilinishini nazorat qilishdan iborat. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, davlatda yo shaharda nazoratni bugungi kunda militsiya borsa, firma ichida nazoratni biz o'zimiz olib boramiz, qonun qoidalarga bo'ysunilishini. Nemis avtobandidamiz. Dunyoga mashhur avtoband. Eng katta tezligingiz necha? 255. 255. Odatda hozir 2 yo'l bor ishxonamga borish uchun. Endi bir yo'ldan yuraversangiz refleks bo'lib qoladi, qayoqda bosish, xuddi Formula 1 ga o'xshab. Narigi yo'ldan yurganimda odatda bitta qism borki, bo'sh bo'ladi-da. To'g'ri yo'l. O'shanda maza qilib yurasiz. 255 ga chiqib, bosib olib turib, keyin o'zi bilasiz qayoqdan mashina uchrashni boshlaydi. Sekinlaysiz, qayoqda muammoli hududlar bor, yaxshi bilinadi. Hozir o'rmon orqali o'tganimiz uchun sal sekinroq, kattaroq avtobanga chiqdik. Bu yoqda mashina ko'proq bo'ladi. A5 asosiy katta bazilni bu yoqda Berlinga kerak bo'lsa bog'laydigan avtoban bo'lgani uchun shoh ko'cha deymiz. Shoh ko'cha. Ana shunaqa shoh ko'cha bo'lgani uchun bu yerda majburmiz. Lekin bitta narsa bor. Shaxsan menda ham shu narsa bo'lib turadi, balki sizda ham bo'lar. Avtobanda o'sha 4-5 soat harakatlanishga to'g'ri kelib qolsa, 1 soatdan keyin nimagadir menda uyqu boshlanadi. Atrof bir xil bo'lgani uchunmikan, har doim daraxtlar, tekis yo'l, qanaqadir charchoq boshlanadi, uyqu kelishni boshlaydi. Bu imtihon savolida ham bor edi, eslasangiz agar. Menda unaqa narsa yo'q. Juda ko'pincha o'zimning o'rtoqlarim ham mana shu hislatimni aytib o'tishadi. Konsentratsiyamni uzoqqa yetkaza olaman va mashina haydaganimda birinchidan 4-5-6 soatda charchoq sezilmaydi. Ikkinchi xislat bu mashinani komforti, ya'ni agar o'zimni ozgina toliqqan his qilsam, mashinani o'ziga beraman, o'zi haydab ketadi. Biz gaplashib, suhbatlashib, kofeni ichib, shunaqa qilib, qo'shiq eshitib, birga kuylashib ketamiz. Biz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, ya'ni boshqa davlatda yashayotganimizda istaymizmi yo'qmi, o'zimiz kelgan yurtning nomini yelkada ko'tarib yuramizda. Siz taxminan 15 yil oldin talaba bo'lgan bo'lsangiz,
o'sha davrda hamma qit'adan kelgan talabalar bor o'sha aytingiz Janubiy Shimoliy Amerika, Sharqiy Yevropa, Osiyoni yoki Afrika qit'asidan kelganlar. Nima deb o'ylaysiz, Ravshan aka? O'zbekiston nomini yelkasini ko'tarib yurganda ularda qanaqa taassurotlar qoldi? O'zbekiston haqida qanaqa tasavvurlar bor edi-yu? Va 4 yildan keyin ularda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Bu bizni vatanimizga nisbatan. 4-yil oxirida o'zbeklar mehmondo'st ekan degan taassurot bilan bitirib ketganman. O'sha paytda aynan programmamiz tarixida boshqa o'zbek bo'lmagani uchun, sababi u yangi ochilgan programma bo'lgan, xalqaro biznes bo'lib, boshqa o'zbek millatidan talaba o'qimagan uchun ko'p kursdoshlarimga O'zbekiston davlatini tanish yangilik bo'lgan. Albatta nomini eshitishgan, lekin ularning madaniyati haqida, qanaqa odamlar yashaydi, nimalar qilishadi, bu haqida juda ko'p ma'lumot bo'lmagan. Va shu men bilan birga yana bir o'zbek akamiz o'qigan. Biz orqali O'zbekistonga debochi ochilgan. Ularning madaniyati haqida, geografik joylashuvi, urf-odatlari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishgan. Bugungi globallashuv darajasida O'zbekistonni juda yaxshi biladi va mana yaqinda jahon chempionatiga chiqqan bo'lsak, O'zbekistonni albatta bilishadi. O'sha davrda hali internet bu shaklda rivojlanmagan holatda O'zbekistonni xaritadan ko'rsata oladigan holga kelishgan edi kursdoshlarim. 15 yildan beri Germaniyadasiz. Hayot yo'lovchisi sifatida ayta olasizmi? Baxtlimisiz o'zi? Albatta, alhamdulillah. Odatda hayotga doim juda ijobiy tarzda yondashaman. Mendan ko'p pul topib, mendan yuqori lavozimda ishlab turgan baxtsiz odamlarni taniyman dedingiz. Albatta, ya'ni har doim moddiy to'laqonlilik yoki moddiy ta'minlanganlik baxtni hech qachon ta'minlamaydi. Hatto milliarderlar orasida ham janjal bo'ladi. Milliarderlar orasida ham o'ziga suiqasd qilishlar uchrab turadi. Yoki bo'lmasam moddiy tarafdan ancha oqsoqlangani bilan hayotdan xursand yashayotgan atrofimizda qancha. Ya'ni insonni qanchalik baxtli baxtsizligini o'zini qalbidagi tinchlik, hayotga bo'lgan munosabatini qanchalik ijobiy yoki salbiyligiga belgilab beradi deb bilaman. Germaniya parlamenti dunyoni o'sha davrdagi ikkinchi iqtisodiyotiga ega bo'lgan davlatni qonunlarini qabul qiladigan joyda o'zbek odam praktika o'tayapti, ya'ni tajriba o'tayapti. Nimaga qolmadingiz? Davomiy. Nima sizni Germaniya parlamentidan bu joy meniki bas chiqib ketishga nima sabab bo'ldi? Germaniyada aynan yuqori darajalarga ko'tarilish uchun o'sha davlatni fuqarosi bo'lishlik sharti, ya'ni qaysidir nuqtada O'zbekiston fuqarosi bo'lganim uchun to'xtash bo'ladi. Bir qonun qabul qilish uchun 10 xil yo'nalishda har xil amaliy ishlar amalga oshiriladi. Tahlil va har xil diskussiyalar amalga oshirilgandan keyin takliflar o'rtaga qo'yiladi va qaysi biridir olinadi yoki olinmaydi. Siz bu uchun sarflagan energiya, kuchingiz, ancha kuchingiz va aytaylik mana shu kechirgan mashaqqatlaringiz 10-15 daqiqa ichida arxivga aylanadi va qaytib kelinmaydi. Bu tarzda ishlash alam qilganmisiz? Ancha insonga ruhiy zarba beradi deb ayta olaman va talabalikda buni ko'rganimdan keyin qaror qabul qilinishi juda sekin, chunki har bir deputat bo'ynida xalq mas'uliyati turadi. Bu mas'uliyatni his qilgan vakillar tez qaror qabul qilishga shoshilishmaydi. Va meni xarakterimdagi shoshqaloqlik deymizmi? Tezroq natijaga borishmi? Tezroq natijaga erishishga chanqoqlik, ishtiyoq. Aynan bu joy meni muhitim emas. Firmalarga borsam yaxshiroq holatda bo'laman degan shaklda.
Mani ikkita ishim bor degansiz o'zi. Lekin keling shuni o'zimizning jamiyatga tanish bo'lgan holatda tushuntirib bersak. Ishchilaringizni qo'lida yana qancha ishchi bor? 60 ga yaqin desak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar bilan ishlovchi so'nggi ishchilarga boradigan bo'lsak, 3000 dan 5000 gacha inson to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bilan ishlaydi va ana shu 3000 dan 5000 gacha inson nazorat ostida bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha iyerarxiyani tepasida siz bormisiz? Eng tepasida sizsiz. Shuni. Ravshan aka, qayerga keldik? Hozir universitetimga kirib boryapmiz. Xalqaro biznes yo'nalishida o'qiganman. O'ng tomonam, chap tomonam universitet. Orqadagi ko'prik orqali bog'langan. Hozir universitetning asosiy binosiga kirib boramiz. 30 gektar dedingizmi joyini? Shunaqa katta universitet. Bu yoqda 50 mingta talaba o'qiydi. Mana shu eng qadimiy universitetlardan. Nomi Johannes Gutenberg universiteti. Johannes Gutenberg ismli odam birinchi chop qilish apparatini o'ylab topgan. Ana shuni nomiga Johannes Gutenberg qo'yilgan va u aynan Mainzda yashagan. Hozir universitet hududida yuribmiz. Universitet hududida maxsus bu yoqda o'qiydigan ota-onalar uchun tayyor qilingan. Bu tomondagi hamma rangli binolar universitet yotoqxonalari. Undan chiqqan farzandlar bog'chada. Qoyil. Va professor o'qituvchilari, farzandlari ham bu bog'chaga borishlari mumkin. Maqsad ta'lim olayotgan odamga maksimal qulaylik berish, shu oilasiga ham fokusi bo'linmasin, o'qisin degan. Albatta. Ya'ni o'zingiz ham xabaringiz bor, farzandlaringiz bor. Farzandni olish, kelish, logistikasi ancha vaqtni, diqqatni olib qo'yadigan narsa. Universitet hududida bo'lish orqali ham talabalarga, ham o'qituvchilarga juda katta qulaylik yaratadi bog'chani universitet ichida bo'lish. Qo'y. Ana shu nemischa ta'lim. Menimcha shu nemis standarti shu bo'lsa kerak. Shunaqa. Biz ertalabdan beri tasvirga olayotgan bo'lsak, Ravshan akaga tushunsam 4-5 kishi telefon qildi. Yana hammasi o'zbeklar va ular Mainz shahri atrofida yashaydiganlar va bir qismi Mannheim atrofidagilar. Shunaqa. Ravshan aka, biz yo'ldamiz. Kimdir kamerani ko'tarib keldi, kimdir ovoz yozishga yordam beryapti. Sizlarni nima birlashtirib turadi o'zbekchilikdan tashqari? Dunyo qarashlar bir xilligi deb bilaman. Hayotda asosan faqat borlikni orqasidan quvib nimalargadir erishmas. Undan-da kattaroq nimadir bormi? Endi qorni to'yadigan odam sifatida bu gapni aytishingiz boshqacha eshitiladi-da. Chunki insonni ma'naviyat doimo shu qorni to'ygandan keyin bu mavzular ochiladi. Ishni sidqidildan eng yaxshi qilish. Natijalari ko'rsatishda boshqalarnikidan yaxshiroq natija ko'rsatish. Va borgan joyda albatta o'zgarishlarni salmoqli darajada ko'rsata olish asosiy maqsadim bo'ladi. Va pul avtomatik ravishda shularni kompensatsiya sifatida keladigan vosita deb bilaman. Hozir bu ishxonamni kirish oldidamiz. Mana Kion Group firmamizning bosh ofis hisoblanadi. Frankfurt. Bu koreyscha nommi? Kion bilmayman o'zi qayerdan olishgani, lekin haqiqiy nemis firmasi hisoblanadi. 2006-yilda Linde firmasidan Material Handling deydi. Mana shuni ajrab chiqish orqali paydo bo'lgan firma. Bu hozir chap qo'l tarafimizda aeroport joylashgan. Frankfurt aeroporti ikkinchi terminalga 5 daqiqa yurish bilan. Doim sovukmi Frankfurtda oldi? Bugun shamolli. Juda qattiq shamol. Siz kelishingizga maxsus shamollar bilan kutib olyapti. Chunki Germaniyaning o'zi ob-havosi bir-biridan juda qattiq farq qiladi. Masalan, men yashayotgan joyda bugun yomg'ir quyib yotgandi, bu faqat sovuq, juda ham sovuq ekan. Endi ozgina ochiqroq hudud bo'lganiga, Xudoga shukr, asosiysi yomg'ir yo'q. Va bu orqamizda hozir bu Kion uchun maxsus qilingan, bizning maxsus mahsulotlarimiz ko'rsatilgan ko'rgazma desak ham bo'ladi. Bu joyda asosiy yuk ko'taruvchi traktor deb nomladikmi?
ana shuni Stil brendi bor, Linde brendi va Baoli brendi bor. Uchovi brendlar bir paytlar bozor gegemoni hisoblangan va ularni sotib olish orqali bitta kompaniya ostida qurgan. Undan tashqari Dematic ko'rib turgan bo'lsangiz, eng quyi qavatda ko'rsatilgan bu omborlarni robotlashtirish. 20 dan ortiq mamlakatda o'zini ishlab chiqarish zavodlariga ega. Men o'yladim, faqatgina Germaniyada ishlab chiqariladi bu narsa. Yo'q, masalan, Italiya, Milan atrofida yo'q, 3 ta zavodimiz bor. Bu yoqda Aschaffenburg shahrida eng katta zavodlarimizdan high-tech shaklda qurilgan va Gamburg shahrida Linde quyi qavatda Stil turibdi. Stil ishlab chiqarilishi asosan Gamburg orqali ketadi. Undan tashqari Kal shahrida bor va hokazo. Endi bu binoni ham tanishtiring bizga. Bu asosiy bino. Biz va boshqa korporativ xizmatlar bu binoda o'tiradi, shu jumladan boshqaruv direktorlari ham. Siz ham shu yerda o'tirasiz? Biz yondagi binoda biz. Faqat siz ishlaysiz o'zbeklarda deb o'ylardim. Bular o'tirishar ekan. Ular tashlab o'ting. Xurshid eng yaqin qadrdonlarimdan ma'lumotlar sifati bo'yicha direktor lavozimida ishlashadi va Avazbek ma'lumotlar sifati bo'yicha katta menejer lavozimida ishlashadi Kyonda. Sizlar Roshanaga oldin kelganmisizda, keyin kelganmisizlar? Keyin kelgan. Nechinchi yil? Ishxonaga kelgan, bu yoqqa kelganingiz. Hop, 23-yil martda ish boshlaganman. Sentyabrda Ushtekdan boshlagan bo'ladi. Demak, rang bo'yicha sizlar ikkinglar bir xil rangda ishlaysizlar, siz bularga bo'ysunasiz shu. Aka, o'zbekchilik xalaqit qilmaydi-ku. Yo'q, yordam beradi. Nimada yordam beradi aka, masalan? Nima deydi? Shiralni qo'yib olib, pistachani o'zi hozir ko'rib turganlar o'zi hayron qolsa kerak, juda katta joyda ishlagan deb pistacha qildi. Shunchaki tushunish osonroq bo'lgani uchunmi o'zbek? Yoki boshqa plyuslari ham bormi? Albatta plyuslari bor. Ya'ni madaniyat jihatdan yaqin bo'lganimiz uchun bir-birlarimizni endi bilasiz, stress deyish, bir-birlarimizni his-tuyg'ularimizni yaxshi tanib turib, muammo nimadaligini tashqaridan turib aytib bera oladigan sirdosh sifatida fikr almashadi. Odatda O'zbekistonda bitta oila bo'lib ketadi-yu, konsorsiya. Germaniyada bu konsorsiya ozgina boshqacharoq. Ya'ni ish eshikdan tashqariga chiqish bilan biz bir-birimizni zo'rg'a taniymiz degan yaqin bo'ladi. Ayniqsa biz yuqoriga chiqqanimiz sari ishchilar bizdan tobora uzoqlashishga harakat qiladi. Mana shuning uchun yonimda o'zbek, o'zim ishona olmaydigan o'zbekni borligi katta qo'l keladi. Germaniya nafaqat Yevropani, butun dunyoni iqtisodiy lokomotivlaridan biri-da. Iqtisodiy kuchi bor. Hozir biz Frankfurt aeroportini yonida turibmiz. Bu ham tasodif emas, sababi bu yerdagi ijara narxlarini ham bilamiz. Bu shaharning qanaqa qimmatliligini va qanaqa potensialga egaligini va bu yerda bitta Roshanaga emas, yana boshqa o'zbeklar borligi bu guruh. Shuning uchun so'radim. Ya'ni har kelganinglarda aeroportdan o'tib, ishga kirib kelganinglarda sizlarga qarab hurmatlar kutib olish, bari odamga bersa kerak xursandchilik. Men o'zbekman, mana shunaqa joyda ishlayapman. Sababi bu narsani nimaga qayta so'rayapman? Butun dunyoda o'zbek faqatgina jismoniy ishlarda emas, aqliy ishlarda ham kuchliligiga mana akalar bitta misol. Men bu yerda yaqin, aeroportga yaqin joyda ishlashim eng qiziq tomoni, har safar xuddi O'zbekistonga ketayotgandek his keladi. Yurt kelish. Shuning uchun shu tomoni menga qiziq. Bu yoqqa yaqinlashib kelgan sari yana 5 minut yursam, birato'la ota-onamni ko'rgani borib kelaman degan his bo'ladi. Ya'ni aeroportga yaqinligi yurtga yaqinligini hissini berib shuning uchun yurtga yaqinlashamiz, aeroportga yaqinlashamiz. Ravshanbekni, Ushbekni fikrlariga qo'shilaman. Qaysidir ma'noda g'urur beradi. O'zaro birga bir-birimizni tushunib, nafaqat ishdan tashqari vaqtda ham hamjihatlikda ishlash va bundan katta kompaniyada ishlash o'ziga yarasha g'urur bor. Struktura demak bitta sizlar, hammanglar bitta strukturada ishlaysizlar. To'g'rimi? Shunaqa. Sizlarda demak Kyondek katta tashkilotning hamma ma'lumotlari qo'lingizda bor. To'g'rimi? Hamma ma'lumotlar bor. Endi shu ma'lumotlardan bittasini bo'lishib ketsanglar,
3 ta o'zbekdan tashqari yana o'zbek bormi? 50 mingta ishchini ichida. Bor. Bor, a? Ular ko'pmi? Yo'q. Ko'p emas. Ko'p emas. Boshqa bo'limlarda bir ikki o'zbeklarni familiyalarini ko'rib qolganmiz endi. Aha. Ma'lumotlar borligi. Ular Germaniya hududida ishlashadimi yoki boshqa davlatlar? Amerikada va ba'zi bir davlatlarda ishlashadi, faoliyat ko'rsatishadi. Ular ham o'sha yuqori rangdami? Uni ayta olasizlarmi? Bu kasb sirlariga kiradi. Uchta farzandingiz bor. Biz aslan bizga madaniyat jihatdan yoki dunyoga qarash jihatidan ikki xil davlatlarmiz. Kimdir buni tan oladi, kimdir buni tan olmaydi. Ularni tarbiyasida asosiy qaysi prinsiplarga suyanyapsiz va ularni o'zbekcha tarbiya modelida tarbiya qila olyapman deb o'ylaysizmi? Oilani modeli o'ziga xos deb bilaman. Nemislarda umumiy bo'lgan qadriyatlar bor, O'zbekistonda bo'lgan milliy qadriyatlar bor. Va har ikki tomonni ham ijobiy va salbiy xislatlari bor. Tan olamizmi, yo'qmi? Va xursand bo'lamanki, bizda solishtirish imkoniyati bor. Va qaysi jihatlarni tanlab olib, qaysi jihatlardan himoya qilish vazifasi bor. Doktorlik yo'qlagan Abduljalil domla aytishadiki, farzandingga ko'prik yasamasang, u boshqa joydan ko'prik topadi boshqasiga deydi. Ana shuning uchun ko'prikni sen bo'l. Uni qanaqa yasaysan dedi. Birinchi o'rinda eshitasan dedi. Qaysi birlaring deyapti darsda. Farzandlaringni bitta joyga olib borib, yo kofe yoki marojna olib berib faqat eshitasizlar. Bir haftada kamida 40 daqiqa o'sha farzandga ajratilib, uni vaqti bo'lishi kerak. Farzand eshitilayotganini bilsa, ochiladi va bu orqali ko'prik quriladi dedi. Shu eshitish bilan ish bitadimi? Yo'q. Bundan keyin uni miyasida, aqlida sen o'zingni ta'sir doirangni qurish kerak. Buni so'kish bilan, baqirish bilan yoki maqtash bilan qurasanmi? Yo'q dedi. Nima bilan qurasan? Bola o'rganish davomida yoki umumiy insonlar ham 55% ko'rganidan o'rganadi. 47% itdagi his-hayajonlarni tarjima qilish va 7% eshitganidan o'rganadi. Oho. Demakki, 100% gapirganingizdan faqat 7%gina e'tiborli. Qolgan 93% havoga uchdi degani. Oho. Yaxshi Bu degani ekanligi. kim dedi bolasini yaxshi bo'lishini istasa, o'zi yaxshi bo'lsin. Kim bolasini olim bo'lishini istasa, o'zi olim bo'lsin. Ya'ni o'zingni farzandingga o'rnak bo'lgin. O'qiganlarim, eshitganlarim asosida farzand tarbiyasini tashkil qilishga harakat qilaman. O'sha holatda ham buni ideal deb ayta olmayman. Qaysidir qismi ishlaydi, qaysidir qismi yo'q. Albatta. Buni vaqt ko'rsatadi va inson o'sib boraveradi. Binomiz ham bino ekanligi. Mana shu binoni Oho. 5-qavatida o'tiramiz biz. Voy. Aka, mana o'qishga kelgansiz. Qachonlarda o'qishga kelgansiz? Talaba bo'lgansiz, pul yetmaganda ham aytib berdingiz. Bugun Frankfurt aeroportining oldidagi shunaqa katta binoda o'tirganingizda ichingiz nimalar deydi? Qanaqa hissiyotlar o'tadi? O'zbek onam o'tiribdi shu yerda. Birinchi o'rinda shukronalik hissi. O'rtada ancha ter to'kildi. Ba'zan ko'z yoshlar ham to'kildi deya olamiz. Soch oqardi, soqol oqardi. Orzular bilan kelganman. Aynan xuddi shunaqa binolarda kostyumlarda yurish orzumuz bo'lgan. Musofir sifatida, hayotda ketayotgan bir yo'lovchi sifatida ayta olasizmi? Otangiz o'rgatgan ikkita zo'r formulani. Kelajakda nima bo'lishidan qat'iy nazar uni bila olmaysan. Tarixda nima bo'lib o'tgan bo'lsa ham uni o'zgartira olmaysan, buguning bilan yasha. Ikkinchisi, har bir hikoyani ikkita tomoni bor. Ya'ni uni aniqlamasdan turib qaror qilishga, birovlarni ustidan hukm chiqarishga shoshma deyishgan. Ravshan akani onalari nimalarni o'rgatgan? Onam
ayol kishi bo'lishsa ham his hayajonga berilmaydigan qattiq qo'l inson bo'lganlar, chunki o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. Hayotda asosan hissiyotlar bilan emas, aql bilan ish yuritishni onamdan o'rganganman deya olaman. Ya'ni bir ish qilishda hissiyotlari salmog'i juda kam. Agar 100% olsak 10 yoki deyarli 5% bo'lishi mumkin. Faktlar nima deyapti, dalillar nima deyapti va qaysi tomonga qarab ketyapti yo'nalish. Mana shular orqali xulosalar chiqarish va qadamlarni tashlash onamdan o'tgan. Ota-onangizga aytolmagan shunaqa gaplaringiz bormi? Hayotingizni qanaqadir nuqtasiga kelganda ularga rahmat aytmoqchi bo'lgansiz-da. Lekin buni tashqi va ichki sabablarga ko'ra aytolmagansiz. Sizda shunaqa shaxs bo'lib qolsa, kameraga qarab nima degan bo'lardingiz? Adangizga, oyingizga, shaxsan ularni o'ziga. Alhamdulillah, ota-onam bilan munosabatimda hech qachon to'siq bo'lmagan. Har bir his-tuyg'ularimni yoki nimadir sezgan bo'lsam, xoh u ijobiy bo'lsin yoki salbiy bo'lsin, bemalol ayta olganman ota-onamga. Ana shuning uchun birorta gapni yashirib bu yoqda ushlab o'tiribmanda, ularga ayta olmasdan bugun kamera qarshisida ayta olaman demagan bo'lardim, chunki birorta gapim bo'lsa, telefonni olaman, telefon qilaman, gapiraman. Va atrofimdagi qolgan insonlarga ham shunaqa. Bitta narsani ichimda saqlab, ushlab o'tirmayman. Yaxshisi tashqaridan ko'ra yuzlariga aytaman, yetib borsin. Lekin ota-onamga bugun bu kamera orqali murojaat qilishimda alhamdulillah sizlar yaxshi tarbiya berib, hayotga keltirib, qo'llab-quvvatlab shu joyga erishishlarimga juda katta hissa qo'shdilaring. Va buni qarsini hech qachon to'la olmayman. Va inshaalloh harakat qilamanki, sizlarni doim yuzlaringda kulgu, qalblaringda xotirjamlik va quvonch hislari bilan yurishlaringga hissa qo'shishim. Hayot yo'llarida ketayotgan yo'lovchi sifatida ayta olasizmi? Aytaylik, O'zbekistonda ta'lim oldingiz, keyin Germaniyada ta'lim davom etdi. Ravshan aka qayerniki? O'zbekistonniki hali ham. Ya'ni o'zbek bo'lib tug'ildim, o'sha tuproqqa tegishliman men. Lekin shu vaqtning o'zida bugun chegaralar sindirildi. Ya'ni yer yuzi insonning makoni deb bilaman. Va qayoqqa rizqim to'kilgan bo'lsa, o'sha yerda yashashim belgilangan deb bilaman. Shu vaqtning o'zida men o'zbek millatidan kelib chiqdim, o'sha urf-odatlarda katta bo'ldim va mana shu urf-odatlar meni kimligimni belgilaydi deb bilaman.